Molni gigantlardan chiqar, ro'zg'or bo'lib chiqarma, fermenni mollardan chiqar, zo'ridan chiqar, kattasidan chiqar, bagati bo'lsin mollaring deydigan akalarimga. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i o'zimizning meni firmamizda turibmiz akalar. Nima deyapti? Oqboshdan so'radinglarmi? Olaparodani zo'ridan so'radinglarmi? Mana sizlarga Olaparodani zo'ri, oqboshi zo'ri. Akalar 2026-yil 23-may sanasida turibmiz. Mana bunday mollarni bir qator kuzatib turibmiz. O'zimizning meni firmamizdan bo'lib turibdi-ku. Akalar, mollar boshlanishi bor-u, oxiri yo'q. Mana bunaqa gigant mollardan olib kelib qo'ydik akalar. Akalarim so'rayapti-ku, andijonlik akalarim so'rayapti-ku, uka, molni zo'ridan chiqar. Bitta voqea zo'ridan voqea unaqa 120 ni pastda bo'lmasin, 130 ni pastda bo'lmasin, 140 sm kelsin olib kelgan moling zo'ridan bo'lsin. Yosh bo'lsin, ikkinchi tug'ishga bo'lsin, birinchi tug'ishga bo'lsin, bo'ldi, gap yo'q, borib ko'raman deydigan akalarga mana bunaqa zo'rlardan olib kelib qo'ydim akalar. Nima deyapti? Odam yo'q. O'zim isyomka qilib, o'zim chiqaryapman. Bir ikkita kamchilik, xato nuqsonlari bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rab qo'yaman. Obunachilar, mana bunday mollarni chiqarsa bitta like gumbullatib qo'yinglar. Sizlar olmasanglar kimdir olishiga sababchi bo'lib qolasizlar akalar. Mollar zo'rmi? Yaxshisidanmi? Bitta like gumbullatib qo'yinglar. Narxlarni ham gumbullatib beraman mana shu mollarni, xudo xohlasa. 9 oylik bo'g'oz, o'lchovi ham kunini kutyapti. Yilin kundan kunga qo'shyapti. Mana bu ikkovi birinchisiga, nargisi ikkinchisiga. Qani bir boshdan boshlayveramiz. O'rtachasida. Akalar. Birinchi qoringa bo'g'oz. Kurak tishlari endi 2 donani yoryapti. 9 oylik bo'g'oz. Tak holatlarga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Nima deyapti? Kunini sanab turibdi. Bo'ylari sakrayapti bo'qa tug'orka akalar. Xudo xohlasa. Kecha jonivor. Molni qarang. Nima deyapti sifat akalar? Bormi? Shunaqasidan bormi mana? Bo'yini aytaymi? Bo'yi 1.27, 1.26 chiqyapti. 1.25 plyusida olarasizlar akalar. Sifatini qaranglar molni. Hamma yo'q o'ziga yarashgan. Mana bu mol bilan opa-ukaga o'xshaydi-ya. Akalar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 26 million, yana kami bor. Bormi shunaqa gavdalik? Mana bu mollarni ichida yana kichkina ko'rganga aytmaylar. Mana bu mollar 1.30 tepasida ikkalasi ham. Shuning uchun bu bilan oldida sal bundoqroq ko'rinyapti. Bo'ylari 1.25 plyusda olaverasizlar. 9 oylik bu xudo xohlasa Olaparoda so'raganlarga kurak ishlari 2 dona 24 ga yetib qo'yilgan raqamlarga aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Videoni qisqagina qilamiz, ozgina qilamiz, manfaatli qilamiz. Endi ikkinchi molimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi molimiz 9 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 1.30 sm. Sifatini qaranglar. Birinchi qoringa kurak tishlari 2 dona. 3 ta bo'lsa ham qaytib beraverasizlar aka. Birinchi qoringa bo'g'oz. Bo'ylari 1.30 sm. Yana o'saman deb turibdi-ku bu. Tug'amani yana o'saman deb turibdi-ku. Sifatini qaranglar. Tagi ham go'zal, o'zi ham go'zal. Nima deyapti? Narxini aytaymi bitta go'zal qilib, shu go'zal mollar narxini aytaymi? 35 million, yana kami bor. Telefon qilaverasizlar, savdosi sunnat. Sunnatiga o'tib beriladi akalar. Mol kichkina mol emas, sizlarga qanday ko'rinyapti bilmayman. Mol o'ta korpusli, o'ta gavdali mol. 1.30 sm ga olaverasizlar, molni 1.30 dan baland, 1.30 sm ga olaverasizlar. Kengligiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Nima deyapti? Bitta o'zimizni ko'rpachadan sog'olib beliga qo'yib, bemalol choy ichib yotsa bo'laveradigan mol ekan. Janivor. Joning sog' bo'lgurni qarang. Qani endi shuni yurib, yetalab syomka qilish imkoni bo'lganda sizlarga bitta €100 berardim. Sifatligimi? Endi mana bunday 3-chi molimizga keladigan bo'lsak, oqboshidan so'rovdinglarmi? Ha, oqboshidan so'rovdinglarmi? Mana mol. Akalar. Kurak tishlari 6 dona. Ikkinchi qoringa 8 oylik to'ldirib 9-oyga o'tdi. Akalar, tagiga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Ha, tagini qaranglar. Yuvoshligi ham o'ta ham yuvosh. Beg'ammol. Ha, qarang, mana o'zim bir qo'limda kameradan ham cho'chish yo'q. Mana bu to'lib qolsa bormi? Ha, bo'shligini qarang. Akalar, xudo xohlasa tug'sa, bu mollarni hamma yaxshi biladi.
30 ta, 25 ta, 20 tani tepasida sut bergan molni Xudo xohlasa tug'dirasiz. Oz kuni qoldi. Mana orqa tarafdan bitta olib qo'yayman. Oyoq qo'llari ham baquvvat variantida. Ha, qarang, bo'shligini qarang, mana qarang. Bu to'lib qolsa bilasizmi? Nima bo'ladi? Ikkita paqirni to'ldirib sut berib turibdi-ku. Nima deyapti? Orqa tarafdan, old tarafdan oyoqlari, yurish-turishlar hamma yog'ini birma-bir syomka qilib beraman. Bo'ylari 140 sm xotirjam, 140 kelyapti akalar. 135 plyusga olasizlar. 5 sm mendan sizlarga. Nimaga seni borib o'lchaydigan bo'lsam, men xijolat qilib qolmayman. Xotirjam bo'laverasizlar. Ikkinchi qoringa akalar. Ikkinchi qoringa. Sipatmi? Akalar mol mendan baland ekan. Molni qarang. Shunaqa gavdali mol endi ko'rishim. O'ta korpus 9 oy. Aka buni qisiri ham 30 tepasida, qisir moli bo'ladi-yu, qisir molini ham odamlar olyapti. Boqqa qo'yib olaman, bitta mol qo'yib olaman oqkalladan deyapti. 30 tepasida bo'lyapti. Mana sizlarga tayyor variantida 8 oylik to'ldirib 9-oyga o'tdi. 30 kun yog'bag'ida bitta molingiz ikkita bo'lib turibdi. 30 kundan oldinroq tug'ishi ham mumkin. Men sizlarga 30 kunga beraman. Sifati nima deyapti? Yemasa, ichmasa, molda bironta nuqsoni bo'ladigan bo'lsa berilgan mollardan pulingiz 100% qaytariladi. Hech qanaqa yo'l kira pul ishlab qolinmaydi. Xotirjam bo'lib sotib olasizlar. 24 ga 7 qo'yilgan raqamlar aloqada bo'ladi. Akalar, oqboshchi narxini aytmading-ku deydigan akalarga. 60 million, 70 million narx aytishyapti. Bizda yo'q. 60 million, 70 million narxlar yo'q. 50 million ham yo'q. Aytaymi? 50 million ham yo'q. 45 million ham yo'q. 40 millionga telefon qiling. Savdo sunnatiga o'tib berib, mashimol uyingizda bo'lib turadi. Xudo xohlasa, tuqqandan keyin ham hijolat qildirib qo'ymaydi. Mashimol yonidan bitta boqa chiqib qolsa 60 million, 70 million sizdan men ham yaxshi bilamiz. Bu o'ta korpusli, o'ta gavdali, 7 ishtisi joyida. 24 ga 7 qo'yilgan raqamlarga aloqaga chiqib sotib olishinglar mumkin. O'zimizda sinovda turgan akalar molni kelganiga 2 oy bo'ldi. Uyimizda kelganiga 2 oy. Faras qiling 2 oy. Kelasizlar, molni ko'rasizlar, ustida ham savdo qilaveramiz. Akalar, men o'zim, eminni o'zim bo'laman, ustida ham savdo qilaveramiz. Bizda qurilish bitmagani uchun bir katta qurilish qilyapmiz. Xudo xohlasa bitib qolsa ko'rsatamiz. Shuning uchun batta turibdi mollar. Kelasizlar, mollarning ustida ham savdo bo'laveradi. Mol bitta telefon bilan uyingizga ham boraveradi. 24 ga 7 qo'yilgan raqamlar aloqada bo'ladi. Qo'yilgan narxlar, kelishilgan narxlarda bonusi ichida bo'ladi. Akalar, mol tekinga arqoni bilan shu shoqidek halqasi bilan boradi uyingizga akalar. Halqasi bilan, nuqtami? Nuqtasi bilan boradi. Nuqtani ham almashtirmaysiz. Uyingizga boradi. Solgan xoshangizni 7 xil 8 xil hashak hisob qo'yasiz. Birontasini emasa ham mol qaytaveradi akalar. Liboy bergan ovqatingizni yeydi. Kambe yeyishi, unaqa moldan hijolat qidirib qo'yadigan mol emas. O'zimizning sinovimizdan o'tgan 24 ga 7 qo'yilgan raqamga aloqaga chiqib bemalol sotib olishingiz mumkin.